Xo'sh, bo'ladimi? Bo'ladi, menga yoqdi. Bering menga, chiroyli korobkaga solib beraman. Aha. Rahmat. Bilasizmi, yaxshi qiz, iloji bo'lsa buni yana bitta korobkaga joylab bering. Mayli. Yaxshi. Endi iloji bo'lsa yana bitta korobkaga joylab bering. Nega? Iltimos. Mana chiroyli korobkaga. Ajoyib. Endi buni ham yana bitta korobkaga joylab bersangiz. Nega bunaqa deyapsiz? Tushunmadim. Iltimos. Marhamat. Qoyil. Endi mana bu sumkachaga solib bering. Solib bering. Bo'la qoling. Juda yaxshi. Endi buni ham bitta korobkaga joylab bering. Iltimos. Marhamat. Ajoyib. Endi buni ham kattaroq korobkaga joylab bersangiz. Bundan boshqa katta korobka yo'q. Marhamat. Mayli. Shunisiga ham rahmat. Endi har bitta korobkani sko'chlab bersangiz. Tushunmayapman. Sabab nima? Nimaga bunaqa qilyapsiz? Bilasizmi, yaxshi qiz, hozir men uylanayotgan qiz, ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'im 5 yil sovchilarimni qaytargan. Tegmayman deb meni qiynagan. Endi o'ziga olayotganda bir o'zi ham qiynalsin.